ham neobычniy qilib ishlangan, ko'rsanglar bo'ladi. Amalizatorlarini 130 kilogacha bemalol ko'taradi. Sizlar so'radinglar, biz sizlarning fikringizni inobatga olib, Yada Elite Prime samokatini obzor qilmoqchimiz bugun. Hozir sizlarga to'liq ma'lumot berib o'tib ketamiz bu haqida. Yada Elite Prime samokatimizni hozir men sizlarga qanaqa Alo, qaynona. Men manzilga keldim. Pilla qo'ying. qilish kerakligini ko'rsataman. Qaramiz. Tushadi mana bizda o'zini iladigan ilgagi bo'ladi. Mana shu ilgagidan ilib olib ko'tarib olib ketaverasizlar. Hop, ko'rishinglar mumkin. Ampdan ilinib ochiladi va oldidan taqib qo'yiladi. QR kodli bo'ladi o'zida. Maksimal tezlik 35 ga chiqadi. Ограничениясini olib tashlasanglar 100 ga ham bemalol chiqaveradi. Faqat bu motorga zarari bor buni. Hop, bu samokatimizni qisqacha motorlari bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Orqa привод bo'ladi, motori hop 8 vatt bo'ladi. Bosib haydayman desanglar 1,5 vattni tortib beradi. Hop, lekin zaryadkasi tez ketadi juda ham. Ko'rinish dizayniga bitta like bosib o'tib ketinglar. Juda ham neobычniy qilib ishlangan, ko'rsanglar bo'ladi. Amalizatorlarini 130 kilogacha bemalol ko'taradi. Ko'rinishlarini ko'rishinglar mumkin. Juda ham sifatli qilib ishlangan, oporni diskali bo'ladi. Samokatimizni aytib o'tganimizdek, maksimal tezligi 35, ограничениясini olib tashlasanglar tez yuraveradi yog'iga ham. Hop, maksimalni zaryadga yetib berishi 65-70 kilometrga yetadi. Bundan ham qiziqroq samokatlar kerak bo'lsa, bolalar dunyosiga kelib murojaat qilsanglar bo'ladi. Mana pastda nomer qoldiramiz. Sizlarni bolalar dunyosida kutib qolamiz. Keyingi samokat qanaqa bo'lishini xohlaysizlar, yozib ketinglar.